Yurdik, ko'p yurdik va nihoyat Birlashgan Arab Amirliklarining eng yirik shaharlaridan biri bo'lgan Dubayga yetib keldik. Sababi bu yerda ertaga karantin agentligi tomonidan O'zbekistonning elchixonasi ko'magida an'anaviy O'zbekiston mahsulotlari ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Stendlar qurildi, mahsulotlar olib kelindi, eksportyorlar ertangi kunga tayyor. Hozir shu kungacha 15 ta mamlakat bilan ishlaymiz, 15 ta mamlakatga eksport qilamiz. Aslida o'sha o'zimizning atrofimizdagilar, qolaversa Rossiya, Gruziya, Armeniya, Ozarbayjon, bu yog'i Xitoy tarafga boshlig'imiz qolsa, oldin ham ishlaganmiz. Endi uzoqlardan shu arab mamlakatlari, Falastin, Saudiya Arabistoni, Iroq, Eron, Iordaniya yo'li bor. Yevropaga hozircha 3 ta mamlakatga eksport qilamiz. Bu Latviya, Litva va Polsha. Bu yerda birinchi marta sizlar bilan bundan oldin Pokistonga bordik. Pokistonda zo'r juda ham yuqori saviyada o'tdi. Bilasizmi, ko'rgazmada ishtirok etayotgan 30 dan ortiq kompaniya xalqaro eksportda tajribaga ega. Masalan, qadoq o'zgargandan so'ng mazkur kompaniya 3 ta Yevropa davlatiga mahsulot eksport qila boshladi. Sublimatsiya qilingan mahsulotlarni tayyorlaydigan ushbu korxona esa shartnomalar ko'paygani sabab endi ishonch bilan yangi bog' barpo qilishni rejalashtirmoqda. Xorijiy davlatlarda o'tkazilayotgan milliy mahsulotlar ko'rgazmasi ana shunday natija bermoqda. Galdagi maqsad Fors ko'rfazi davlatlari. Dastlabki natijalar bor. Ko'rgazma boshlanmasidan xaridorlar tashrif buyurishdi. Yirik bozorlar, savdo tarmoqlari bilan manfaatli shartnomalar imzolashni xohlasangiz, bizni kuzatib boring. 3 ta ko'rgazma ortda qoldi. Oldinda yana 9 ta davlatda tadbirlar kutib turibdi. Biz esa tayyorgarlikni oxiriga yetkazib, ertaga soat 12:00 da Dubayda O'zbekiston mahsulotlari ko'rgazmasiga start beramiz.